Mana bu onamni tillasi. Qimmat hisoblab berishadi deb eshitdim. Bo'ling hisoblang. Bular 583 rubl ekan. Sovetskiy, zavodskoy. O'zini esa to'slan. Ovsinim bilan chiqisha olmayapmiz. Shunga tezroq uyimni ta'mirlatib, u yoqdan chiqib ketishim kerak. Hisoblang. Mana bunisi o'zimniki. Buni 750 shekilli. Da, 750 ekan bu. Buni 35 million 180 ming bo'lyapti. Bunisi-chi? 3166. Bitiramiz. 26 million 127 ming chiqyapti. 26 million 150 ming qilib beraman. Umumiy narxi 58 million 330 ming bo'lyapti. 58 million 400 qilib beraman. Boshqa joylardan ancha qimmat aytyapti. Qarang, unda men buni ham qo'shaylikchi. Sal yoqmayroq turibdi-da o'zimga ham. Qani? Bu kishi 20 million 543 ming bo'lyapti. 20 million 600 qilib beraman. Umumiy qancha bo'ldi? 84 million 550 chiqyapti. 84 million 600 qilib beraman. Shu arzimagan tillam shuncha pul chiqyaptimi? Biz tillalarni yuqori narxlarda olib qolamiz. Siz tillalaringiz holatidan kelib chiqib, bozordagi talabiga qarab, sizdan qimmatroq qilib olib qoldim. Ha, bo'ldi, pulni sanang. O'ylaganimdan ancha qimmat chiqdi. 40 million, 50 million, 60 million, 70 million, 80 million, 84 million, 84 million 600. Barakasini bersin. Rahmat kattakon. Uyimni bemalol ta'mirlatsam bo'lar ekan. Salomat bo'ling.